Ozodbek Nazarbekov blogerlarga tanbeh berdi. Yangi mashinali bo'lgan Jahongir Otajonov va ustozini yo'qlagan Parizoda. Kanalimizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Aktyor va vayner Mo'min Ibrohimov Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlar miqyosida tashkil etilgan yuksak ehtirom xalqaro ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Tirikligingizda ehtirom ko'rsata olmadim, balki botina olmagandirman. Teleboshlovchi Jamshid Umurzoqov marhum ustozlari Shuhrat Qayumov hamda Abdumo'min O'tbosarovni xotirlab, ulardan kasb sir asrorlarini o'rgangani haqida yozmoqda. Raqqosa Parizoda ham unga raqs sirlarini o'rgatgan ustozini yo'qlab bayram bilan tabrikladi. Xonanda Aziza Nizom va qizalog'i bilan uyushtirgan fotosessiyasidan suratlar bilan bo'lishdi. Har yili tug'ilgan kunida yangi mashina sotib oluvchi Jahongir Otajonov bu yil ham an'anasiga sodiq qoldi. Qimmatbaho avtomobilni o'ziga sovg'a qildi. Aktrisa Feruza Yusupova onalik maqomiga erishgan ilk kunlardan suratlarni joylamoqda. Men va muxlislarim aktrisa Nigina Jabbor va mashhur kinoaktyor Tom Hardi bilan sun'iy ong yordamida fotosessiya uyushtirdi. Aktrisa mashhura Zulfiqor va syomka jarayonida yangi suratini joyladi. Benom guruhi yigitlari Lolaning o'zicha konsertida mehmon bo'ldi va Rayhon G'aniyeva bilan tushgan suratini esdalik qilib qoldirdi. Aralashmagan shu ishingiz qolgan edi. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov xonandalikka aralashayotgan bir necha blogerlarga tanbeh berdi. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting.